Assalomu alaykum hammaga. Mana 6 ta issiqlik grill apparatimiz. Bunda 6 ta issiq bo'ladi. 15 tadan 30 ta tovuq ketadi ichiga. Tovuqning katta kichikligiga qarab. 6 ta spirali bor. Spirallar har bittasi 1.8 kilovatdan 6 ta. 2 ta garilkasi bor. Ham gazga, ham tokka ishlaydi. Bu uchalasi tendiki, bu bitta motordiki. Motorni qo'shadigan bo'lsak, mana tepasi отдельно yonadi. Lampochka yondi, motor aylandi. 1 2 3 mana 4-inchisi. Bu yoqda yana 3 ta bor, mana 3 ta tendiki, bu bitta motordiki alohida. Mana pasi ham aylandi. Mana garilkalari, mana yog' tushadigan joylari kattagina. Bemalol motor qismiga keladigan bo'lsak, mana motor. Montajni simlari yonmaydigan simlardan Turkiyadan olib kelingan motor. Issiqlari ham toza nержавейка. Toza nержавейка issiq. Spirallari ham nержавейка. Apparatimiz o'zi 04 nержавейка listdan bo'lgan. Tepa qismlari, yoni, orqasi Astinkovka 04. G'ildiraklari bor. Bemalol tarib yurg'izish mumkin. Ikkita manasi gazniki. Gazniki tepaniki. Oynani zazorlari o'sha Pimak zavodskiy apparat bilan pashti bir xil. Undan ham sal kichkina Pimakni katta bo'ladi. Yonidan shuncha ochilgan. Mana ko'rinish qismi.